Hammaga assalomu alaykum. Kelinglar bugun biz sizlar bilan Turkiya burslari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, Turkiya burslari o'zi nima? Qanaqa imkoniyatlar beradi? Qanaqa topshirish kerak? Qanaqa yutish kerak? Yutgandan keyin nima bo'ladi yoki yutolmasa nima bo'ladi? O'zi butun jarayon qancha muddat davom etadi? Shu haqida hammasi batafsil gaplashib o'tamiz. Turkiya burslari o'zi bu Turkiya davlati grant hisoblanadi va faqatgina xalqaro studentlarga hamma xarajatlarni qoplab beruvchi, ya'ni full ride deymiz. Buni ichiga kirib ketadi sizni kontraktlaringiz, yashash, yeb ichish xarajatlaringiz, biletlaringiz, sug'urtalaringizgacha qoplab beradi. Shu hamma narsangizni qoplab beradigan Turkiya davlat granti hisoblanadi va hamma xalqaro davlat studentlariga ochiq, hamma topshirish imkoniyatiga ega. Faqatgina Turkiya fuqarolaridan tashqari. Va bu stipendiya qanaqa kuchga ega, o'zi polisisi qanaqa, ya'ni topshirish jarayoni qanaqa kechadi, qanaqa ishlaydi, qabul komissiyasi qanaqa, shu haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Xo'p, Turkiya burslari granti bu aytib o'tganimdek o'sha xalqaro studentlar uchun Turkiya davlatida, Turkiya universitetlarida o'qish imkoniyatini beradigan grant hisoblanadi. Va hamma xarajatlaringizni qoplaydi va buni qabul komissiyasi qanaqa? O'zi umuman Turkiya burslari qishda, ya'ni yil oxirida ochiladi. Dekabrda bo'lishi mumkin yoki yanvarda. Aniq ochilish vaqti esimda yo'q, lekin shuni bilaman, fevralda katta ehtimol bilan har yili muddati bo'ladi. Ya'ni siz fevral adashmasam bu yil 20 edi. 20-fevralgacha o'z hujjatlaringizni topshirib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Keyin keyingi bosqichga o'tsangiz bo'ladi. Turkiya burslarining o'zi ikkita bosqichdan iborat. Bu o'sha birinchisi oddiy hujjat topshirish, birinchisidan agar o'tsangiz sizni intervyuga chaqirishadi. Intervyudan ham o'tsangiz, уже keyin yoz oxirida javobi chiqadi va siz yoki bu grantga ega chiqasiz yoki sizga bu grantni taqdim etishmaydi. Xo'p, o'zi jarayon qanaqa kechadi? Nimalar to'ldirishingiz kerak? Shu haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda siz Turkiya burslarini o'zini portaliga kirasiz, ya'ni Turkiya burslari deb turib, любой brauzerga qidirib, o'zini saytini ochasiz va u yerda akkaunt ochish yoki ro'yxatdan o'tish bor. Shuni bosib, siz ro'yxatdan o'tib, o'z akkauntingiz, ya'ni o'z profilingizni ochishingiz kerak bo'ladi. Ochganingizdan keyin interfeysi juda ham oson tuzilgan, o'sha deyarli komponent bilan bir xil ishlaydi, ya'ni qanaqa har bitta sectionlari bor, misol uchun family degan, education degan, activities degan, shu hamma sectionlarni to'ldirib chiqasiz, shunchaki savoliga javob berasiz va siz уже to'ldirgan hisoblanasiz. Aynan nimalarga talab qilinadi deydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda sizni o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringiz bular ichiga kiradi, pasport ma'lumotlaringiz, o'zingizni oxiriga adashmasam 3 oy ichida tushgan 3x4 onlayn rasmingiz bo'lishi kerak bo'ladi va boshqa oilangizga va o'zingiz o'qishingizga taalluqli hujjatlar, ma'lumotlar. Misol uchun, maktab baholaringiz, bu ham katta ehtimol bilan 11-sinfda topshirayotgan bo'lasiz yoki buni bitta plyus tomoni maktab bitirgandan keyin ham, ya'ni gap year deymiz, keyingi yillarda ham topshirsa bo'ladi. Bu qanaqa kechadi? Talablari bor. Agarda siz bakalavr dasturiga topshirayotgan bo'lsangiz, siz 21 yoshdan katta bo'lmasligingiz talab qilinadi va oxirgi o'qigan ta'lim muassasangizda bu bo'lishi mumkin. Maktab, litsey, universitet, 1-2 kurs misol uchun. Eng kamida 75% o'zlashtirish darajasini ushlab kelgan bo'lishingiz kerak. Bu GPA deymiz, oddiy qilib aytganda, ya'ni o'sha maktab baholaringiz yaxshi bo'lishi kerak bo'ladi. Va siz o'zingiz shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldirasiz va u yerda oilangiz haqida ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu oyingiz kim bo'lib ishlaydilar, adangiz kim bo'lib ishlaydilar, oilada o'zi nechta farzandsizlar va oylik tushuminglar, ya'ni hammani oyligini bitta qilganda oyiga sizlarga qancha pul keladi, ozgina finansviy, ya'ni moliyaviy ma'lumotlar ham kerak bo'ladi. Va siz bu ma'lumotlar unchalik ko'p emas, ya'ni juda ham qisqa savollar va oson javob berish va hammasini to'ldirib bo'lganingizdan keyin sizni asosiy shu nima deymiz, qabul qilinishingizga ta'sir qiladigan qismlari bu activities, har doimgidek insholar va sizni ish stajingiz, ya'ni siz qayerda ishlagan bo'lsangiz yoki qayerdadir ishlayotgan bo'lsangiz, ishdagi malakangiz haqida ham gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Activities section bu ya'ni o'sha mashg'ulotlar, hammamiz bilamiz, bu o'sha maktabdan tashqari yoki umuman o'z odatiy faoliyatingizdan tashqari qiladigan qo'shimcha mashg'ulotlaringiz, ya'ni shug'ullanadigan mashg'ulotlaringiz. Va siz bular hammasini kiritib chiqishingiz kerak bo'ladi. Iloji boricha sohangizga doir bo'lgani yaxshiroq tavsiya etiladi va juda ham katta bir yaxshigina ahamiyatga ega bo'lgan bo'lishi kerak bo'ladi.
Siz bu o'zingizni activitieslaringizni to'ldirganingizdan keyin xuddi Command bilan bir xil Owner section bor. U yerga ham siz yutuqlaringizni boshqacha qilib kiritasiz. O'zingiz oddiy shug'ullangan mashg'ulotlaringizni boshqacha. Shularni to'ldirganingizdan keyin sizda keyingi qism bu Work Experience bo'ladi. Work Experience agar sizda bo'lsa, albatta bu zo'r to'ldirib chiqasiz. Qayerda ishlagansiz, kim bo'lib, qancha muddat va hokazo. Agar ishlamagan bo'lsangiz, bu majburiy qism emas, shunchaki tashab ketsangiz bo'ladi. Va asosiy qismiga o'tadigan bo'lsak, bular insho va tavsiyanomalar, ya'ni recommendation letterslar deymiz. Bu inshoni adashmasam 3000 ta harf limiti bor, ya'ni so'zga emas, harf soniga qarab limit qo'yilgan va siz bu inshoni juda ham ko'p holatda o'zini savoli bo'ladi. Ya'ni mazmuni bittaki, bu nimaga turkiy viruslarni tanlading va bu orqali nimaga erishmoqchisan. O'sha berilgan savoliga javob berib, siz o'zingiz haqingizda va nimaga aynan turkiy viruslarni topshirayotganingiz va agar yutsangiz nima qilishingiz hammasi shu haqda inshoingizda yozib berishingiz kerak bo'ladi. Albatta, shunchaki juda ham oson va oddiy qilib yozib shunchaki topshira olishdan shoshilmang. Tavsiya bergan bo'lardim, juda ham bir yaxshilab inshoingizni qayta o'qib chiqishingizni, chunki agar vaqtli topshira olsangiz, sizda uje o'zgartirish imkoniyati bo'lmaydi. Shu umumiy olganda topshira olishdan oldin har doim bir check qilib ko'ring, qayta o'qib ko'ring, balki qaytadan o'zgartirgingiz kelib qolar, balki yana qanaqadir ideyalar, g'oyalar kelib qolar, shularni qo'shib, o'zgartirib va ishonchingiz komil bo'lgandan keyin topshirishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Va recommendation letterlar bu tavsiyanomalar, oddiy qilib aytganda maktabdagi ustozlaringiz yoki sizni ancha yildan beri yoki juda ham yetarlicha muddatdan beri sizni tanib keladigan insonlardan tavsiyanoma olasiz. Bu qanaqa? Ular siz haqingizda gap yozib berishlari kerak bo'ladi va bu narsalarni siz ularni olib turkiy viruslarni saytiga yuklashingiz kerak bo'ladi. Albatta, o'zingiz yuklaysiz, ular emas. Shu hammasini yuklab bo'lganingizdan keyin tabriklayman. Sizda уже deyarli hamma bosqich tugadi va eng asosiy bosqichdan tashqari. Bu nima? Bu universitetlar tanlash. Juda ham ko'pchilik turkiy viruslari arizasini to'ldirayotganda universitetni randomli, ya'ni oddiy qilib tanlab tashlashadi, xohlaganlaricha. Yo'q, men buni tavsiya bermagan bo'lardim. Chunki agar siz o'zingizga mos va o'zingizga loyiq bo'lgan universitetga o'qishga kira olmasangiz, bu grant yutganingizdan qaysi ma'noda nima foydasi bor? Agar siz o'zingizga kerakli bo'lgan narsani o'qimasangiz. Shuning uchun tavsiya bergan bo'lardim, juda ham o'ylab mas'uliyatli yondashgan holda universitet listingizni tuzishingizni. U yerda siz o'zingizga 12 ta universitet tanlash imkoniyatini beradi va siz 12 ta universitetni eng qizig'i sohalari bitta bo'lishi shart emas. Misol uchun, birinchi o'ringa siz meditsinani qo'yib, 3-4-chi o'ringa siz muhandislikni ham qo'yib tashlasangiz bo'ladi. Albatta, bu sizni rejectioningizga sabab bo'lishi mumkin, lekin qandaydir bir texnik limit yo'q, sohani bitta qilib ushlab turish kerak. Shuning uchun o'zingiz juda ham ehtiyotkorona yondashgan holda universitet listingizni juda ham e'tibor bilan tuzing va qaysidir ma'noda tendency deymiz, qanaqadir ketma-ketlikda. Misol uchun, eng birinchisiga realniy o'qishni xohlayotganingiz, yutsangiz yutmasangiz ham shu universitetda o'qigan bo'lardim degan universitetlaringizdan qo'yib, eng pastigacha, misol uchun eng oxiriga mayli tepasi o'xshab qolsin, ya'ni o'zim xohlagan universitetga kirib qoling, lekin agar shu bo'lib qolsa, shunda ham o'qiveraman degan darajagacha borish kerak. Ya'ni shundagina sizga mos keladigan universitetlar tanlashingiz mumkin. Shu hammasini tanlab olganingizdan keyin tabriklayman, sizda уже arizangiz tayyor va topshirib olsangiz bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu deadline katta ehtimol bilan har doim fevral 20-si, ya'ni oxir-oxirida bo'ladi. Ba'zida extend qilinishi ham mumkin. Chunki bu grantga butun dunyo bo'ylab har yili 170 mingtadan 200 mingtagacha yoshlar topshirishadi. Bu birinchi bosqichida va fevral oyida siz topshirgan bo'lsangiz, siz уже endi ikkinchi bosqich jarayonini kutishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar siz qabul qilingan bo'lsangiz, ya'ni ikkinchi bosqichga o'tgan bo'lsangiz, sizga taklifnoma yuborishadi. Agar o'ta olmagan bo'lsangiz, shunchaki biling, siz hali qabul qilinmadingiz. Chunki sababi juda ham ko'p arizalarda, juda ham ko'p universitetlarda, grantlarda sizga qabul yoki отказ, ya'ni rejectionligini ma'lum qilishsa, Turkiy burslari har doim ham rejectionni ma'lum qilmaydi. Ya'ni faqat accepted studentlarga xat yuborish mumkin, lekin rejectedlarga hammasiga sen reject bo'lding, afsus deb xatlar yuborib chiqishmaydi. Shuning uchun agar yetarli bir muddat ichida sizga qanaqadir bir taklifnoma kelmagan bo'lsa, ming afsus, siz ikkinchi bosqichga o'ta olmagansiz. Aytaylik, siz taklifnoma oldingiz, ikkinchi bosqich o'zi nima bo'ladi va qachon uni ham javobi chiqadi.
Xo'p, fevral oylarida siz hujjatlaringizni topshirib olgan bo'lsangiz, mart-aprel oylarida saralash jarayoni bo'ladi. Ya'ni ikkinchi bosqichga o'tadiganlarni filtr qilishadi. Bu aynan o'sha inshoolaringizga qarashadi, arizani qanday to'ldirganlaringizga, qo'shimcha mashg'ulotlaringizga va o'z umuman siz haqingizdagi ma'lumotlarga. Undan keyin may-iyun oylarida intervyu jarayoni bo'ladi va intervyu jarayonida sizni o'zingizga ma'lum bir kunni tanlasangiz bo'ladi. Adashmasam o'zingiz buni tanlash imkoniyatiga egasiz yoki ular o'zlari tanlab berishadi. Va aynan o'sha tanlab bergan kuni, vaqt, soati, joylashuvi ham berilgan bo'ladi. Siz o'sha kuni o'sha yerga o'sha vaqtda borishingiz kerak bo'ladi va o'zi bilib olsangiz bo'ladi, bitta siz emas, taxminan bir 50-100 kishini chaqirishgan bo'lishadi. Va hammanglar ma'lum bir qanaqadir bir ta'lim muassasasiga yoki qanaqadir binoga olib kirib, har bitta xonaga bo'linadi. Va bu jarayon qanaqa kechadi? Ko'pchilik aytadi, ingliz tilini bilmayman, lekin turk tilini bilaman yoki o'zimizni turkiy tillari bilaman desanglar, bu muammosiz. Boshqa grantlar, tanlovlardan farqli o'laroq Turkiya burslarida sizga tarjimon imkoniyati bor. Ya'ni bu mutlaqo bepul. Siz shunchaki intervyu xonalariga tarqatilayotganda so'rashadi, qaysi til qulay yoki qanaqa xonada o'tirish xohlaysan va siz bu holatda aytishingiz mumkin. Yo, men ingliz tilini bilaman, misol uchun, yo'q, o'zim to'g'rima-to'g'ri gaplashaman yoki yo'q, menga tarjimon kerak bo'ladi va men tarjimon bilan gaplashishga ma'lum ko'rgan bo'lardim desangiz, bu muammosiz. Sizni tarjimon bor xonaga yuborishadi. Ingliz tilini biladigan yoki umuman tarjimonsiz bemalol gaplashadiganlar bo'lsa, ular to'g'rima-to'g'ri juri a'zolari bilan, ya'ni o'sha nima deymiz, ekzaminatorlar bilan muloqot qilishsa bo'ladi. Va albatta bitta narsani aytish esimdan chiqdi. Bu intervyu jarayonidan oldin xuddi o'sha kuni, xuddi o'sha joyda sizlarda test bo'ladi. Bu test nima? Matematika va mantiqqa asoslangan bo'ladi. Juda ham ko'pchilik buni juda ham zo'r ishlolmaydi, chunki sababi bu haqiqatdan ham juda ham qiyin tuzilgan test bo'ladi. O'zimizda DTM yoki SAT testdan farqli o'laroq, ular juda ham yuqoriroq darajada va adashmasam 40 ta yoki 50 ta savol bo'ladi. O'rtacha statistika bu 20 ta, 25 ta topishadi. Har yili shunaqa statistika bor. Chunki ular ham bilishadi va statistika ham shuni beradi. Bu haqiqatdan ham qiyin testligini. Va shu testni yechib bo'lganingizdan keyin sizlardan testni yig'ib olishadi va keyin kutish zaliga yuborishadi. Ya'ni siz o'zingizni xonangizda, o'zingizni vaqt soatingizni kutib o'tirasiz. Va vaqtingiz kelganda sizni chaqirishadi va xonaga kirganingizda ularning qo'lida sizni testlaringiz bo'ladi. Va albatta tavsiya bergan bo'lardim, o'sha kuni o'zingiz bilan hamma Turkiya burslari saytiga yuklagan sertifikatlaringiz, qanaqadir yutuqlaringiz, hamma ma'lumotlarni o'zingiz bilan olib olishingizni. Chunki ular u yerda haqiqiyligini tekshirishadi. Ya'ni o'zingizdan so'rab qolish mumkin. "Mana bu sertifikatingni yuklagan ekansan, shu sertifikatingni bizga hozir ko'rsata olasanmi?" deysiz. Siz uyda qolib ketgan yoki "Men bilmadim" desangiz, bu qaysidir ma'noda negativli ta'sir qilishi mumkin sizni oxiridagi rezultatingizga. Shuning uchun hamma ma'lumot, sertifikat, yutuqlaringizni o'zingiz bilan olib oling va intervyuda ular so'rab qolishsa, bemalol ularga taqdim qilsangiz bo'ladi. Va shu intervyuni boshida ular aytishadi, test qanaqa bo'ldi, chunki ular sizni natijangizni ko'rib turishibdi, qanchalik pastligini va shu natijaga qarab qanchalik qiyin yoki oson bo'lganligini sizni o'zingizdan ham so'rashadi, tasdiqlab olish uchun. Va siz aytishingiz mumkin, "Ha, haqiqatan ham qiyin ekan, qiynaldim, lekin taxminan shuncha topishim mumkin" va hokazo desangiz bo'ladi yoki o'zingizga bog'liq. Va undan keyin sizni o'zingizga, ya'ni umuman intervyu jarayoni boshlanadi. Har xil savollar, misol uchun nimaga Turkiya burslari yoki nimaga aynan shu universitetlar, boya aytib o'tgandek, universitetda o'zingiz mas'uliyatli va to'g'ri e'tibor bilan tuzishingiz intervyuda ham ta'sir qiladi. Chunki ular so'rashadi, nimaga bu universitetni bu o'ringa qo'yding, bunisini bunga. Chunki agar sani sohang bunaqa bo'lsa va shu holatlarda agar siz shunchaki farq yo'q qilib universitet listini tanlab tashlagan bo'lsangiz, qaysidir ma'noda minus tomonga ta'sir qilishi mumkin. Va o'zingiz haqingizda ma'lumotlar so'rashadi, oilangiz haqingizda, o'zi Turkiya burslarini yutgandan keyin nima qilasiz, hamma planlaringizni so'rashadi. Chunki sababi Turkiya burslari bu boshqa grantlardan farqli o'laroq qaytib to'lanishi shart emas bo'lgan grant. Chunki Turkiya burslari, ya'ni Turkiya davlatini o'zini maqsadi bu grant orqali butun dunyo yoshlarini jamlab, bitta joyda bilimini tarqatib va uni boshqalarga ulashish, ya'ni
ular shu sizni tanlab shu bilimni berishdimi, demak ular sizdan kutishadi, o'zingiz davlatingizga qaytib borib olgan bilimingizni u yerda ham targ'ib qilib o'rgatishingizni. Va bu narsa ularga juda ham muhim. Va shu orqali siz intervyu javobingizni aytib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun Turkiya burslarini yakunlagandan keyin shu yo'nalish bo'yicha shunaqa ishlar qilmoqchiman o'zim davlatimda, shunaqa va hokazo desangiz, katta ehtimol bilan sizga yaxshi tomonga o'ylagan bo'lardi bu javobingiz. Va intervyu o'rtacha bir 10-15 daqiqa davom etishi mumkin. Endi uzog'i 20 daqiqa ham bo'lib ketishi mumkin. Agar sizni sertifikatlaringizni, yutuqlaringizni, har bitta ma'lumotlaringizni bitta tekshiradigan bo'lsa, atak deyarli unchalik uzoqqa cho'zilmaydi intervyu jarayoni. Intervyu tugaydi va siz o'sha bemalol intervyu xonasidan chiqib ketib, u yerni tark etsangiz bo'ladi va u yerda security tizimi, ya'ni xavfsizligi sizni u yerda intervyudan keyin qolishingizga ruxsat bermaydi. Shuning uchun intervyu tugash bilan siz u yerdan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Yog'i endi nima? May-iyun oylarida intervyu bo'lgan bo'lsa, iyul-avgust oylarida javoblar e'lon qilinadi. Iyul oyida O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarda bo'lishi mumkin. Chunki aytib o'tganimdek, butun dunyo bo'ylab har yili 170 mingtadan 200 mingtagacha yoshlar topshiradi. Va har bitta davlat ketma-ketligi bo'yicha Turkiya burslari o'z natijalarini e'lon qilib boradi va O'zbekistonda bu yili adashmasam avgustda oxirrog'ida, avgustda boshrog'ida chiqdi. Va hammaga har xil keladi. Misol uchun, lekin O'zbekistondan qaysidir bitta dona studentga agar xabar kelgan bo'lsa, bilingki, agar siz o'sha intervyudan o'tgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizga ham o'sha kuni keladi. Chunki har bitta davlatga uzog'i 24 soat yoki maksimum cho'zilishi mumkin bo'lgan 2 kun ichida o'sha har bitta davlatda, misol uchun O'zbekiston bo'lsa, O'zbekistonga 2 kun ichida o'sha hamma studentlarga bergan bo'lish kerak ma'lumotlarni, ya'ni o'tda, yutda yoki yutmaganligini. Va ba'zi holatlarda sizni arizangiz отказ ham qilinmaydi, ya'ni reject ham berilmaydi, accept ham qilinmaydi. Wait list deymiz, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, kutib turadi. Qanaqa? Misol uchun ba'zilar bor, Turkiya burslari grantini yutadi, lekin uni qabul qilmaydi yoki ma'lum bir sabablarga ko'ra o'sha Turkiya davlatiga o'qishini boshlagan bormaydi. Va shu holatda agar siz yetarli darajada arziydigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha wait listida bo'lsangiz, ular o'sha ma'lum bir student o'rniga sizga ma'lum xabar berishi mumkin. Tabriklaymiz, senga shunaqa taklif bordi. Va bu narsa bu yili uzog'i sentyabrgacha cho'zildi va shunda umumiy qilib aytadigan bo'lsak, Turkiya burslari jarayoni yanvardan, ya'ni yanvarda ochiladigan bo'lsa, sentyabrgacha, o'rtacha avgustgacha davom etdi va bu o'rtacha 7-8 oy muddatini oladi. Bu oson emas, juda ham uzoq muddat, lekin masshtabga qaraydigan bo'lsak, u 170 mingta yosh bilan ishlash butun dunyo bilan bu juda ham qisqa qaysidir ma'noda yetarlicha muddat. Chunki bundan kam bo'lsa qaysidir ma'noda sifatga ta'sir qilishi mumkin, agar bundan ko'p bo'lsa qaysidir ma'noda ma'no ham qolmasligi mumkin bu grantdan. Shuning uchun agar siz qabul qilingan bo'lsangiz, sizga shu o'rtacha avgust oylarida taklifingiz keladi. Ya'ni tabriklaymiz, sen Turkiya burslari grantini yutding. Endi shu grant o'zi qanaqa bo'ladi, nimalar beradi sizga va yutganingizdan keyin nima bosqichlar boshlanadi? Xo'p, o'sha hamma xarajatlaringizni qoplaydi, hattoki biletingizgacha, ya'ni har yili misol uchun Turkiyaga borib qaytishingizni ham qoplaydi. Biletdan tashqari sug'urta, yashash xarajatlaringiz, o'qish xarajatlaringiz hammasini qoplagan bo'ladi va siz o'sha intervyudan o'tgan bo'lsangiz, ya'ni taklif xati olgan bo'lsangiz, adashmasam 2 hafta yoki 3 hafta berishadi bu taklifni qabul qilgani. Ya'ni siz 2 yoki 3 hafta ichida siz aytishingiz kerak, bo'ldi, men buni qabul qilaman va o'sha hujjatlarni tayyorlashni boshlayman yoki yo'q, menga bu taklif mos kelmadi deyishingiz mumkin. Shu agar qabul qilingan bo'lsangiz, sizda o'sha documentation process, ya'ni hujjatlaringiz, vizalaringiz, soliq sug'urtalaringiz, tekshiruvlar hammasi bo'lib o'tadi va taxminan bir 2 haftadan yarim oydan 1 oygacha davom etishi mumkin bu jarayon. Chunki ma'lum bir muassasalar juda ham qisqa muddat ichida ishlaydi va navbat ko'pligi uchun sizda bu jarayon cho'zilishi mumkin. Lekin hech qisi yo'q. Turkiya burslarini o'zi sizga o'qish boshlangandan 1 oy keyin ham kechikib kelish imkoniyatini beradi va shunda siz taxminan oktyabr oxirigacha уже Turkiyaga yetib borgan bo'lishingiz kerak va o'qishingizni boshlagan bo'lishingiz kerak bo'ladi.
bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Turkiya burslari misol uchun ko'p holatlarda deyarli butun dunyoda bakalavr bosqichi, misol uchun 11 yillik ta'limdan keyin 4 yil davom etsa, Turkiya burslarini agar siz yutadigan bo'lsangiz, bakalavr bo'lsa yoki farqi yo'q, qaysi dastur bo'lishidan qat'iy nazar, sizda 1 yil ko'p bo'ladi. Nimaga? Chunki siz birinchi yili turk tilini o'rganasiz. Ha, bu o'sha Turkiya burslarining o'zini saytida ham yozib qo'ygan. Bu qaysidir ma'noda majburiy. Siz o'sha davlatning grantini yutdingiz, o'sha davlatning universitetida o'qiyapsiz va o'sha davlat sizni moliyalashtirayotgani sababli siz qaysidir ma'noda o'sha davlatning madaniyatini hurmat qilgan holda, tilini hurmat qilgan holda o'rganishingiz kerak bo'ladi. Va adashmasam B1 yoki B2 darajagacha o'sha 1 yil ichida birinchi kursingizda o'rganishingiz kerak bo'ladi va undan keyingina o'zingiz sohangiz bo'yicha 4 yillik bakalavr dasturingiz boshlanadi. Hozircha bu bizda hammasi shu edi. Agar sizda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va biz ularga javob berishga harakat qilamiz va agar keyingi sonini ham ko'rishga talab bo'ladigan bo'lsa, biz ikkinchi sonni ham olishga harakat qilamiz.